Biz xudo xolasa S25 Ultra'dan boshlaymiz. Bizga S25 Ultra keldi. Korobka dokument, holatlari A holatda tiniq, korobkalari ham o'ziniki 12 ga 256 lik. Buni narxini $900 qilib belgiladik. Xo'p, 14 Pro Max. Xo'p, 83 batareya, 128 xotira. Buni narxini esa $700 qilib belgiladik. 13 Pro Max 128 talik. 84 yomkis korobka dokumentlari bilan bu narxini esa $545 qilib belgiladik. Xo'p, 13 Pro Max 75 yomkisda batareyalar o'ziniki radnoy hamma yo'g'i korobka dokumentli. Buni narxini esa 256 talik $540 qilib beramiz. 16 Pro 91 yomkis korobka dokument holatlari o'ta ideal holatda Desertsvetidan buni narxini $910 qilib belgiladik. 15 Pro 256 talik korobka dokument holatlari o'ta ideal holatda 90 batareya. Buni narxini esa xo'p, buni narxini portlatishimiz kerak. $750 ga 15 Pro hech kim qilib bera olmaydi xudo xolasa. Ikki kartalari o'tgan ofitsialniy 14 Pro 128 76 batareya. Holatlari ideal. Hali korobkalarda simlari ham olinmagan, o'ziniki original. Buni narxini esa $590 qilib belgiladik. 14 Pro Gold Svetda, rosa Gold Svetlari hadavoy bo'lib qolgan. 16 larga o'xshab ketgani uchun bular kamayib ketdi, noyob bo'lib, buni narxini esa $600 qilib beramiz. 13 Pro 80 batareya, holatlari ideal holatda. Buni ham qaranglar, Koreyadan o'zini zavodskiy simlari bilan kelgan. 128 talik 80 batareya, holatlari ideal holatda. Buni narxini xo'p, bizning obunachilarimizga $475 qilib beramiz. $475 ga xudo xolasa eng arzon narxlarda. Xo'p, Note 20 Ultra Samsung. Buni sal petnochasi bor qirg'og'ida. Buni narxini esa $290 qilib beramiz. 12 Pro Max 76 batareya, hamma yo'g'i radnoy, o'ziniki. Holatlari zo'r holatda. Buni narxini esa $415 qilib beramiz. 12 Pro ham $400, $390 sotyapti. Biz 12 Max beramiz uni puliga. Xo'p, S20F ranglari ham o'ta tiniq, chiroyli holatda. Buni narxini esa $195 qilib beramiz. S24 Ultra bizga tiniqlari yetib kelgan. Bularni ham ekosim kartalari ishlaydi. Ranglari ham noyob rangidan. Buni narxini esa $725 qilib beramiz. S23 Ultra salafallar shilinmagan, holatlari ideal holatda 12 ga 256 larning ekosim kartalari ham ishlaydi. Buni narxini esa $565 qilib belgilayapmiz biz obunachilarimizga. 22 Ultra Green Svet, buni ham holatlari zo'r. Ta'riflashga tilla ojiz bu telefonlarni. Ko'p gapirmaymiz, telefonlarni biz ko'p maqtaymiz. Buni narxini esa $400 qilib beramiz. S23 Plus 8 ga 256 talik, buni ham holatlari zo'r. Buni narxini esa $400 qilib belgiladik. Xo'p, S20 Plus. Buni ham holatlari zo'r. Birorta joyda qirilgan, sirilgan, nuqson joylari yo'q. Buni narxini esa $235 qilib beramiz. Xo'p, bizda 12 Pro, 13 Pro, 11 kimga qanaqa telefonlar zarur bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Telegramdan yoki Instagramdan javob beramiz. Bemalol bizni telefon raqamlarimizga murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalimiz mutlaqo tekin. Telefonlarga garantiya beramiz 100%. Bir oy kafolat qog'ozlari bilan chiqarib beramiz. Kimga shunaqa telefonlar zarur bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar.